usta ishni tugatib ketgandan keyin. Ketgandan keyin texnazorimiz borib tekshiradi. Mijozni ishonchini qozonish kerak. Agar u yerda muammo kamchiliklar bo'lsa, texnozor tezda bartaraf qilinadi. To'yxonani, restoranning egasi ham ancha pul sarflayapti. Bu reklamalar chiqyapti Instagramda. Bizdagi narxdan arzon. qancha masalan? 5 dolar, 10 dollar arzon. Lekin 10 dollarga spa sotib ololmayapti-da. Katta qurilish kompaniyalarini Depo Resident, Eco House bor, Gold House bor. Xonsaroy bilan shartnoma bo'ldi. Qora temir mavzusiga keladigan bo'lsak, qora temirda qilingandan keyin ish ko'proq jitcha. Qora temirda baral qilingandan keyin uni shilib tozalab, zamaskalarigacha joy-joyiga qilib, undan keyin kraska sachib, 1 yilda yoki 2 yilda bir remont qilish kerak edi uni. Muammosi ko'p. Nijeviki 1 yil qo'ydirasiz, bo'ldi. Uni artib tozalab tursangiz bo'ldi. Dog' bo'lib ketgan barir. Buni ustiga kiram yayorgan, xolos ham yayorgan yuvib olib kelib, u xonadon egalaridan so'radim, ozgina namlatib beringlar. Artib tozalab bersam, hali shunaqa yaltirab chiroyli bo'lib qoldi. Vi biz artuvdik ketmadi, deyapti. Siz buni artmabsiz dedim. Artilmagan umuman. Artilmagan umuman shu darajada rasvos chiqib ketganda 10 metr yo'lsa 15 metr bariringiz bo'lsa 20 minut vaqtingiz ketadi uning artgani.